Bovam aytgan hikmatlar. Aql hammamizda bor. Ovozda G'uncham Ro'zi. Bor ekanu, yo'q ekan. Och ekanu, to'q ekan. Qadimgi zamonlarning birida bir kambag'al kishi bo'pti ekan. Uning hech nimasi yo'q ekan. U kunini o'tkazish uchun bir boy xonimning uyida ishlashga yollanibdi. Uni yollab og'ichi bir kuni uni oldiga chaqirib, "Ay malay, bugun men daryoning u tarafidagi kentga to'yga boraman. Sen chiqib otni to'qib kel. Senmu etimni yetilab, mening bilan birga to'yga borasan. Lekin oldimda mangmay, adab yusidan oqimda mangsan. Faqat otni meni elib qochmasligi uchun cho'lurni uzun qo'yib berib, uchini mahkam tutib mangsang bo'ladi. To'yg'imi men odat bo'yicha burun kiraman. Sen etimni yetilab, sovutib, bog'lab qo'yib, osh ta'tilgan vaqtida kirsangmi ulgursan. Bu ish bugun emas, har qachon, har vaqtda men bilan bir yerga borsang shunday qilasan. Sendan burunqilarmi shunday qilgan. Bu gapni obdan esingda saqla. Bo'lmasa bu adabsizliking uchun ko'rdigan ko'gilking bor," deb tapilabdi. Kambag'al kishi chiqib, boy xonimning etini egarlabdi. Boy xonim etiga minib mengibdi. Uydan saharda chiqqanlik uchun daryoga texi suv kelmagan chog'da u tarafga o'tishibdi. To'y bo'lgan uyga yetib beribdi. Xonim o'zi degandek qilib, etini kambag'alga yetlashga tashlab berib, o'zi jamoatni boshlab, oldida mengib so'ringa kirib ketibdi. Kun yong'anda to'y tugabdi. Xonim oldi chiqib etiga minibdi. Malay otni etilab mengibdi. Daryo bo'yiga kelsa, kun issiq bo'lganlikdan daryoga suv kelib ketgan. Qaytib ketishga mollamning ko'ngli unmabdi. O'tib ketishga ko'zi yetmabdi. Shuning bilan besh qitib malayga qarabdi va "Ay malay, bu navbat sen mening oldimga tushib, tez yedin etimni yetilabman. Mening daryodan o'tib olishimga yordam qilib yo'l och," debdi. "Taqsir, texi atiganlasili, har qachon, har vaqtda sen mening oldimga o'tmaysan. Bo'lmasa, bu adabsizliking uchun ko'rdigan ko'gilking bor," degandilar. Endi taqsir, o'zlari aytib baqsılar. Men sizning oldilarida suv kirsam, adabsizlik bo'lmamdi. Bu yerdimi o'zlarining so'zlariga amal qilib, oldida yo'l boshlab kirib aslar. Men oqilardan otning chulvurini tutib mangay, debdi. "Yo'q, men seni to'y to'kin, nazir chiraqqa borganda so'ringa mening oldimda kirma degan. Suvga oldimda kirma deganim yo'q," debdi. Va boyoqinim so'zni davom qildi. "Suvga, bo'libmi bunda kelkin suvga sen oldimda yo'l boshlab kirib, kechik tepib mangmasang bo'lmaydi." "Undaq bo'lsa," debdi malay. "Otdan tushsizlar. Men otni minib kiray. Bundaq kirsam suvga cho'kib ketib qilib, sizlarga ko'rinmay qolaman. Sizlar qo'rqsizlar, otning chulvuriga eslib aslar. Bo'lmasa, men qaytib chiqqicha turib tursizlar." Bayni eg'ir xijilchilik besibdi. "Malayni otliq oldimga solsam, malay suvdan o'tib ketib qolsa, otdimmi, jondimmi ayrilaman. Eng yaxshisi, o'zim otliq suvga tushsam, ot uzib ilib chiqishi mumkin. U chog'da men ziyon topmayman," deb o'ylab, oxiri "Otning chulvurini qo'ypa. Uni tutib olsang ot bog'olmaydi," deb etini suvga sapdi. Mali suv bo'yida xonimning suvdan o'tishini ko'zitib turib qoldi. Xonim suvning o'tirsiga borganda
eti suğa çöküşke başlaptı. Axunum arqısıga qayırılıp qarab. Vay! 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 Ay malay! Gel! At çöküp ketdi. Meni qutquzub al. Bundan keyin men her makanda senin aldığında mağmasıqı qasam qılay. Dep yelinipdi. Ay taqsir, burunmu bu dünyada sili hech kimni oldilariga o'tkazmagan. Endi u dunyoga bordigan chaqda meni oldilariga silvaslari yaxshi bo'lmaydi. O'zdir deb kelayotgan Pilsirat ko'rigidimmi aman esen o'telmayla. Shuning uchun elimi mening oldimdiroq u dunyoga berib tug'anlar tuzuk. Chunki u yerdagilarmi silini oldiga o'tkazish uchun taqozolik bilan kutib turmoqda, debdi. Boy bu gapni anglab javob qaytarguncha bir to'lqin kelib yutib ketibdi. Hikmat. Boylarda bo'lgan aql namratlardanmi tepildi. Uningdagi farq ishlatishda, ya'ni aqlni joriy qildira olgan maydonda. Sen har qancha aqlliq bo'lsangmi, shu aqlingni joriy qildira oladigan sharoitga erisha olmasang, afsuslik ichida qolasan.